Do'stlar, gap strukturasini shakllantirishning ikkinchi bosqichida biz grammatik tahlil mashqlari bilan shug'ullanamiz. Ya'ni dialoglarni, matnlarni tarjima qilish bilan birga har bitta so'zni grammatik holati aniqlanib yozib ketiladi. Fe'l kelsa uni qaysi shaklda turganligi, описать bu fe'lning ikkita shakli, ne совершенный, bu совершенный. Gapimda совершенный bir martalik shakli ishlatildi. Agar ot kelsa uni qaysi padejda turganligi. Misol uchun из машины, из предлоги hamda и окончанияsi bu родительный padejda bor. Savol tug'ilishi mumkin. Rus tilida padejlar va ularning qo'shimchalari juda ham ko'p va ularni qanaqa qilib bittada farqlash va eslab qolish mumkin. Buning uchun bizda maxsus jadval ishlab chiqarilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda har bitta predlog, padej va ularga qo'shiladigan sifat, ot окончаниялari alohida rangda berilgan. Из машины, из предлога родительda ishlatiladi dan ichidan va mashina женский rod unga и окончанияsi qo'shiladi. Shunaqa qilib quyida ishlashimiz ancha oson bo'ladi agar biz qo'limizda bu jadval bo'lsa. Buni orqa tomonda esa fe'llar tushlashiga ko'ra 15 ta guruhi alohida berilgan. Bu ham sizga bu tarjima mashqlari hamda fe'llarni alohida guruhlarga bo'lib eslab qolishga yordam beradi. Qaytaraman, PDF ni Telegram kanalimizga o'tib olishingiz mumkin.